Assalomu alaykum aziz muslimalarim. Bahor kelishi bilan ko'k somsa, ko'k chuchvaralar uyimizni har doimgi mehmoniga aylanadi. Xamirlari ham yumshoq, ham kusur bo'ladigan, ichi sochli bo'lib chiqadigan xamirlarni maylidan olishingiz mumkin. Va yashnab turgan ismolalarimizni to'rab, piyoz bilan qayla tayyorlab olamiz. Xamirlarimizni dumaloq qilib yoyib, xohlagan shaklda chigib olamiz. Men 3 burchak shaklda chigdim. Kattagina bo'lib, pishib chiqdi. Ustiga tuxum sarig'i va sedana sepib qo'ydim. Yana ham chiroy bag'ishlash uchun. Oldindan qizdirilgan duxovkamizda 200 gradusda 40 daqiqa davomida qizarib pishib chiqadi. Duxovkaning eshigini ochishingiz bilan butun xonani hidlari tutib, yana ham ishtahangizni ochib tashlaydi. Yoqimli ishtahasiz ham tayyorlab ko'ring. Bugungi iftorlik dasturxoningizni bezagiga aylanadi. Yaqinlaringizni ko'nglidan joy oladi. Ayni bahorgi ilik uzildi vaqtlarida bunaqa taomlar joningiz rohatiga aylanadi.